Divya Dutta 25 sentyabr 1977-yil Ludhiana, Panjob, Hindistonda tavallud topgan. U 1994-yildan boshlab modellik sohasida hamda aktrisa sohasida ishlab kelmoqda. Aktrisa ko'plab filmlarda suratga tushgan bo'lib, mukofotlar sovrindori ham. U teleko'rsatuvlarda ham muntazam ravishda ko'rinish berib turadi. O'zining sarilari bilan ham tanilgan. Aktrisaning keyingi filmlarda omad tilaymiz. Ishlarda esa rivoj tilaymiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoni do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Divya Dutta haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lsak, sizlarga ham aytib qo'yamiz.